Assalomu alaykum YouTube'imiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun EBMAX firmamizda mana shunday minaralarimizni olib kelib qo'ydik. Narxi juda ham arzon chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, buni ishlash holatlari va bundan tashqari nima ishlatilinadi, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, aytib o'tib ketamiz akalar. Xo'p, o'rtoqlar, videomizni boshlaydigan bo'lsak, bu EBMAX firmamizga tegishli bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Buni ichida nimalar chiqadi, birma-bir ko'rib chiqamiz akalar. Buni o'ziga kelib turadigan bo'lsa, birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, 20 vattli akkumulyator bo'ladi. Bundan ikkita. Va EBMAX firmamizda mana shunday sepstreller bo'ladi. O'zida bitta bo'ladi. Va admotkasi ham bo'ladi. Orqachasi motorchalari bor, joylashgan. Juda ham zo'r. Kattaligini ko'ryapsizlarmi akalar? Kattaligi ham yaxshi. Oborotlari ham zo'r bo'ladi va buni ishlash holatini bitta ko'rsatib o'tib ketaman mana bismillah. Bunga hech qanaqa yog'-poq quyib, boshqa narsa qilib o'tmaysizlar. Katta yoshdagi insonlarga bersalar ham bo'ladi. Va bundan tashqari ichini ochib ko'radigan bo'lsak, mana shunday qo'lyozmasi bo'ladi, kitobchasi va o'zini mana shunday kulishlari chiqadi. Atyorka va shessigraning kulishlari chiqadi. Va mana shunday yog'lari chiqadi akalar. Bundan tashqari akkumulyator, bu o'zidagi akkumulyatordan tashqari mana shunday 20 vattli akkumulyator ham qo'shib beriladi akalar. Bundan tashqari akalar mana shunday zaryadniklari bo'ladi, akkumulyator zaryadniklari. Akalar, bu narsalarni topish, misol zapchastdan muammo bo'ladigan bo'lsa, zapchastdan muammo hech qachon bo'lmaydi. Bu narsada как положено yaxshi firma admotkali любой zapchasi bor. O'zimizga chiqsalar-da, misol mabodo bizdan sotib oladigan taqdirlaringda o'zimiz topib beramiz akalar. 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. 12 viloyatgacha dastavka xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Qo'qonyangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yishingiz chiqmasin. To'liq ma'lumot olish uchun ham pastdagi nomer qoldiraman. Pastda bemalol murojaat qilaverasizlar akalar.